Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Akalarimiz mana shu boshlagan joyimizdagi tungi fonishlarimizni ko'chat tarafdan tugatdik. Bu joydagi mana shu 90 gradusli bakanka alfasini qilib berganmiz. Hamma bir xil rangda bo'lgan burchaklarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu joyimiz 6 metr, bu taraf esa 30 metr, 36 metr bo'lgan joyda tungi fonishlarimizni qilib berdik va ichkarida ham tungi fonishlarimiz bo'lyapti. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib ishimizga baho berib qo'yasizlar. Yoqsa like, yoqmasa dislike va kommentariy o'z fikringizni yozib qoldirishingiz ham mumkin. Akalar ko'rib turganlaringiz mana bu joylardagi orasidagi stiklari va bakanka peshnasidagi stiklari ham umuman ochiq emas, juda ham bir chiroyli holatda chiqqan. Bu joyda kameraning kabinalarini chiqarib ketganmiz. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar.